bitta kamerani yaqin olib kelingda, nasib ko'rsaman. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Malibu bir yaxshi ahvolda berasizlar. Yangi pak baklajan bo'ladi. Bitta motor holatini ko'rsatib o'tasiz. Aka 2.4 bu motori? 2.4 atmosfer motor hisoblanadi. Kapotlar toza turibdi. Diktis pishga tekkan joylari bor ekan. Oldagi obsovkalar o'z holatda turibdi. Tak diska zavodskoy, balon qo'yilgan ekan, o'rta holatda turibdi. Aka o'tganimda rangi baklajan, tonirovkalari yo'q ekan. Bu birinchi pozitsiya hisoblanadi. Salonga yaxshi ahamiyat berasizlar. 140 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Qolpoliklari bor ekan. O'rta holatda turibdi ham. Kimlarga ahamiyat qilmaysizlar? Dehqonning mashinasi. Orqa qismini ko'rsatib o'tasizlar. Juda ham chiroyli. Kamaroga o'xshaysiz, Kamaroga. Marhamat. Eng muhimi mashinada metan gaz balon o'rnatilgan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, orqa o'ng tomon eshikda bor deyishdi. Faqat eshikda bor aka. Mana shu eshikda. Faqat eshikda bor. Aka keling, bitta narxini gaplashaylik buni. Qanchaga beramiz? Sotiladigan narxni qo'yaylik aka. Hozir biz endi 10 deb turibmiz aka. 10 deyapsiz, yo'q. 10 deyapsiz. Aka, bu Malibu 1 timol birinchi pozitsiyasi ekan. To'g'ri. Eng muhimi yili 2016. Texpasport ko'rsatdim sizlarga. Qancha qilib beramiz aka? 9 ga to'g'ri keladimi? To'g'ri 9 ga. Yo'q. Shu bugun sotilsin shu mashinaga. Shu bugun sotaylik. Yo'q, 9 ga to'g'ri kelmaydi. 9 ga 200 ga to'g'ri keladimi? Aka qarang. Agar nima bo'layotgan bo'lsa, tochkasi 9.5 bo'lsa, Sochkasi ham? ha, Undan kamiga bermaysiz. yo'q akajon. Aka bilan gaplashdim. O'sha ham uylaridan 9.2 ga bermagan ekanlar. Ancha vaqt gaplashdik. 9.5 tochkasi bo'lyapti akalar. 9.400 bo'lsa ham bezovta qilmasizlar deyaptilar. Shunga yarasha telefon qilib baraka qilasizlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan bu oxirgisi. Birinchi pozitsiyada Malibu 1 sotuvda. Kraskasi faqat orqa eshikda bor deyishdi. Metan gaz baloni bor, chiqolpoylari tayyor mashina. Telefon qilib baraka qilasizlar. Telefon raqami ayting aka. 88 88 892 892 88 48. baraka qilasizlar. Malibu 1 sotuvda.